Germaniya Yevropa do'stlar. Mana akamiz xudo xolasa, keyin ukamiz rahmatulloh kelgan. Xudo xolasa, Farhod aka, Bolgariyadan o'tdinglarmi aka Germaniyaga? Ha, Bolgariyadan o'tdik. Xo'p, rost ekanmi? O'tsa bo'lar ekan, muammomiz o'tsa ekanmi? bo'lar ekan, Aka, qiynalganmiz. qanaqa qiyinchiliklarga duch keldinglar? Nima tavsiyalar qilasizlar Germaniyaga o'tishga aka? Qiyinchilik bo'lgan yo'q. Shunday. Aeroportda muammosi o'tkazdi. Ha, muammo bo'lgan yo'q. Shunday. Sizlar ham Yevropadan o'tmoqchi bo'lsanglar, akalarga o'xshab turib bizga murojaat qilaverasizlar. Hozircha kuryerlikka, qurilishga shunaqa ko'pgina vakansiyalarimiz bor. Xudo xolasa aka, siz nima ish qilgani o'tdingiz aka? Internet kafe. Internet kafega. Nima ish qilmoqchisiz aka? Men hozir haligi ekskavator bor ekan. Shuni minmoqchiman. Minoldaysizmi? Xudo xohlasa minaman. Ha, ekskavatorchida akaga o'xshab rosa bizga kerak do'stlar. Keyin ukamizchi, sizchi uka? Hujjatga tergani. Ha, endi yuzingiz bijil Internet turadi kafega. aka. Jo'nataman. Ha. Internet kafeda hujjatga Bemalol tergani. ko'ngil gapiravering. Burchatga tergani o'tdi. Xudo xolasa akalarimiz, ukamiz agar sinov muddati yaxshi bo'lsa, Germaniyaning vizasini olishadi. Kuzatib turaveringlar. Shunaqa har kuni natijalarni qo'yaveramiz. Yevropadan Germaniyaga o'tmoqchi bo'lsangiz, plyus belgisini qoldiring, keyin pastdagi kommentdagi nomerga telefon qiling. Germaniya, Yevropa do'stlar.